Qatdan olasiz ko'malapa demanglar. Har doim belgilab o'tib ketaman. Bizni nima uchun kimdir belgilab qo'yamiz? Sizlar qiynalmasdan o'sha profildan olishinglar uchun. Hani boshqa joylardan qidirib yurmasdan, mani lichkamga yozib, nech pulga oldingiz deyishinglarni hojati yo'q qizlar. Men bitta olganimda 5-6 xil narsa olaman, 5-6 xil. Masalan, umvalkasini olganman buni, vokruг glazini olganman, buni 2-3 xilini olganman, onamga, uydagilarga, o'rtoqlarimga. Так что so'ramanglar. U yoq bu yoq 300 mingdan 350 ming atrofigacha kimdirlar nomimdan foydalanib $50 ga ham sotayotgan ekan. Unaqasi ketmaydi o'rtoqlar. Mana shu profildan olasizlar. Xohlaylar, o'zingiz ishlatinglar, xohlaylar, sovg'a qilinglar. Lekin bunaqa roskoshli birinchi odam o'zi ishlatish kerak. Kelgan zo'rligini bilgandan keyin yaqinlariga tavsiya qilib, yaqinlar bilan bo'lishish kerak. Vot. Zo'rda, menga bitta shu boshqa narsa kerak emas. Vaqtimni ham tejaydi, любой joyda ham surib ketaman. Korreksiya ham qilib o'tirmayman. Endi meni yuzimga kerak emas.